4-may 26-yil. Black Splendor. Kecha zelen abreskani tugatdik. Yoz kesishi. İçi ochildi daraxtga. Quyosh tushish uchun. Shuningdek, mana qishda kesilgan, fevralda kesilgan shoxlardan chiqqan surxlardan tashqariga chiqqanlari qoldirildi. Ichkariga o'sganlari olib tashlandi. Hozircha bitta ikkitadan qo'ydik, holatiga qarab, keyin yana qishda tanlab olamiz. Mana shu tartibda ajratib olinadi. Hosili bor. Ko'rish mumkin hosilni. Hosili bor. Boshqa daraxtni bir ko'ramiz. Mana buni ko'rsa, ichini shu tartibda ochib chiqqan. To'liq tozalab, quyosh tushishi kerak, pishishi kerak surxlar. Mana surxlarni qoldirib, kesib qo'ygan. Kerakligini tanlab. Mana mevalarini ko'rish mumkin. Mana. Shu holatda bahomuz umumiy holat shunaqa.